tomoshabinlar, siz azizlar bilan yana iqtidor egalari loyihasining navbatdagi sonida ko'rishib turganimizdan mamnunmiz. Ushbu loyiha orqali tumanimizning mahalla hududlarida yashab, o'z iqtidori, mehnati va matonati bilan yoshlar orasida ajralib turgan iqtidorli yoshlarimiz bilan sizlarni yaqindan tanishtiramiz. Bugungi sonimiz mehmoni Toshkent viloyati Piskent tumani Lolariq mahallasida istiqomat qiluvchi boks sport turi bo'yicha 2 karra O'zbekiston chempioni, mahalla faxri Baxtiyor Ergashev. Bugun biz bilan sportdagi yutuqlari, qiyinchiliklari va kelajakdagi maqsadlari haqida suhbatlashamiz. Avvalo o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz, sportga qiziqish qayerdan boshlangan? Assalomu alaykum. Rahmat shunchalik intervyuga taklif qilganingiz uchun. Boks sport turiga yoshligimdan otam olib kelganlar. Otam sababchi bo'lgan bu sport turiga kirib kelishimga. Hozirda shu sport turi muntazam shug'ullanib kelyaptim. Boks bilan shug'ullanish oson emas, hammamiz bilamiz. Sizni aynan shu boks sport turini tanlashga nima majbur qildi? Yoshligimdan shu sport turiga qiziqqanman. Otam shu sport turiga o'zlari olib borganlar. O'zim ham qiziqishim yoshligimdan katta bo'lgan. Shu otam sababchi bo'lgan shu sport turiga 5 yoshimdan olib borib murabbiyning qo'liga topshirganlar. Shundan beri shu sport turi bilan muntazam shug'ullanib kelyapman. Boks bo'yicha 2 karra O'zbekiston chempioni bo'lgansiz. Chempion bo'lishingiz yo'lida qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsangiz kerak. Sizni ko'proq kim qo'llab-quvvatlab turgan? Shu oila a'zolarim, yaqin akalarim, do'stlarim hammasi. Bu osonlikcha bu natijaga erishish bo'lmagan. Shu yaqin insonlarim, ota-onam, do'stlarim, yaqin akalarim, komandam, klub a'zolari, trenerlarim hammasini o'z o'rni bor, hammasini o'z hissasini qo'shgan hammalar. Eng esda qolarli holatim final bahsida, shu oxirgi final bahsida qo'lim sinib qolgan. Orqaga qaytish iloji yo'q, majburligimdan baribir qatnashganimni Xudoyim bergan shu natijani. Siz hozirgi yoshlarimizga katta o'rnak bo'la olasiz. Sizni o'ylashingiz bo'yicha muvaffaqiyatga erishish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Muvaffaqiyatga erishish uchun avvalambor tartib, intizom, disiplina, o'z vaqtida hamma narsani o'z vaqtida qilish kerak. Trenirovkani ham, boshqa ishlarni ham. O'shanda muvaffaqiyatga erishsa bo'ladi. Har xil bo'lar bo'lmas narsalarga vaqt ajratish kerak emas. Zararli odatlar, yomon ishlarni chetga surish kerak. Odam o'z oldiga, maqsad qo'ygandan keyin o'sha maqsad sari intilish kerak. Kelajakdagi rejalaringiz qanaqa? Xalqaro maydonda ham yurtimiz bayrog'ini balandga ko'tarish niyatingiz bormi? Albatta, bu sport muvaffaqiyatida yana bir bor g'alaba qozonib, O'zbekiston xalqini xursand qilish, bayrog'imizni cho'qqilariga chiqarish har bir sportchining orzusi bu. Shu sportimga shu darajaga yetib kelganimga ota-onamga rahmat deyman. Avvalambor otamga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu sport turiga olib kelib qatnashtirganlari uchun trenerlarim hammasiga rahmat, komandam a'zolari, har bitta menga musobaqalarim davomida, podgotovkalarimga, vest tashish jarayonlarida yordam bergan har bitta insonlarga, akalarim, ukalarimga hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi suhbatimiz orqali yana bir iqtidorli, o'z maqsadi sari intilayotgan yosh sportchimiz bilan yaqindan suhbatlashdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi sonlarda ko'rishguncha.